Buni sochniligini qaranglar. Siz ham o'zingizlarni faqat oddiy somsa pishirib berib zeriktirurmasdan, albatta shunaqa somsa emas, balki somsani qarindoshi Rasikadan albatta siz ham tayyorlab berib ko'ring. Ishonavering, duolarni tagida qolib ketasiz. Pishirish uchun avvaliga kartinka go'ylavasi orqali uyda qolmagan masalliqlarni buyurtma qilardim. Servisligi juda ham tezkor, menga 1 soatga qolmasa yetkazib olib kelib berishdi. Bismillah deb xamir qorishni boshlaymiz. Idishimizga 200 gramm eritilgan margarin hamda xamirimiz og'izda erib ketishi uchun pure milk smetanasidan foydalandim. Ustiga 1 choy qoshiq razrihli sel solib, yaxshilab inchik yordamida aralashtirib olamiz. Oldindan erib qo'yilgan 3 stakan un bilan yumshoqqina xamir qorib olamiz. Xamirimizni biroz silib turgunigacha qiymali nachinkamizni tayyorlab, buning uchun bizga kerak bo'ladi qiyma, mayda qilib to'ralgan piyoz hamda ta'bga ko'ra ziravorni sevib olamiz. Man, tuz, zira hamda murchdan foydalandim. Endi xamirimizni bo'linlikka bo'lib olamiz. Menda xuddi shunaqa xamirdan 20 ta kichkina zuvalacha chiqdi. Zuvalachalarimizni juva yordamida yoyib olib, xuddi videoda ko'rsatilgandek qilib chiroyli qilib tikib olamiz. Yana ham sochli bo'lib chiqishi uchun orasiga pomidor qo'shib tikib olamiz. Hayitgacha Qo'qon, Andijon, Farg'ona, Navoiy, Buxoro hamda Olmaliq shahridagi obunachilarim. Endi kartinkaga sizlarning hududingizda mavjud skidkalardan sizlar ham unumli foydalana olishingiz mumkin. Endi esa 25 daqiqa davomida pechda turgan rasikalarimiz ustiga pyurlikini eng mazali Samarqand sirlarini qirg'ichdan chiqarib ustiga sevib olib, pechga yana 10 daqiqa kiyib boramiz. Bundan mazali retseptlarni o'tkazib yubormaslik uchun albatta menga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.